Assalomu alaykum hammaga. Qalaysizlar? Sog'liginglar yaxshimi? Bugun bizda obedga do'lma, uzum bargi bilan bulg'or qalampiridan. Mana masalliqlarimni shunaqa qilib chiroyli qilib to'g'rab oldim. Endi qozonni qizdirib, qozonga yog' solaman. O'simlik yog'i. Hamma o'zining tabiiy qarab solaveradi. O'zim ozroq soldim. Endi go'shtning ichidan ozgina suyak chiqqan edi. Uni qovurib yuboraman. Sho'rva mazali pishishi uchun. Ozgina yog'ini aylantiramanda. Ketidan suyak solaman. Maydalab to'g'radim. Maydalab to'g'rasam tezroq qovuriladi-da. Tillaranga kirdi mana chiroyli bo'lib. Endi savzi bilan kartoshkani soldim. Ularni mazini eziltirib qovuraman. Mana qovuriladi. Pomidor xotinga tat beradi. Pomidorni juda eziltirib qovurmadim. Ezilmasdan turgani yaxshi ko'raman ichida. Endi o'zim tayyorlagan yozda o'zim tayyorlab qo'ygan tomatlarim bor. Shundan soldim. Tomat soldim. Ozgina qovuraman, tomat taxirli pishirib men tomatim taxir emas, chunki o'zim tayyorlaganman-ku. Tayyorlash jarayonida ozgina shakar solganman. Chunki unchalik taxir emas. Shundan ham ovqatim chiroyliroq chiqsin deb qovuraman tomatlarni keyin mana hamma ovqatlarni iloji boricha bitta qalampir solaman, chunki qalampiri bor ovqat juda shirin bo'ladi. Xushbo'y hid keladi, mazasi ham boshqacha shirin bo'ladi. Qalampir soldim. Achchig'i ham ketib qoladi. Negadir sho'rvaning ichida juda achchiq ham bo'lmaydi qalampir. Mazali bo'ladi. Endi sho'rvam bu yoqda pishib turadi. Endi bu yoqda qiymamni tayyorlab olaman. Qiymamni ichiga soldim go'sht, guruch, piyoz, universal periqrava, o'simlik yog'i. Men iloji boricha universal periqrava ishlataman. Bozorlarda bo'ladi. Periqravachilar sotadi, kilolik periqrava. Uning ichida hamma narsa bor. Kashinur urug'i ham, zirasi ham, rayhon bargini tuyulgani ham, jambilni tuyulgani ham hammasi bor. O'shaning uchun boshqacha shirin chiqadi o'zimizda. Qo'l bola ziravorlarimiz. Yaxshilab o'simlik yog'i ham solib, ichida ozgina tapya qilib tuzi ham bor. Yaxshilab aralashtirib olaman, ezib. Bulg'or qalampirimiz bilan to'tbargiga keyin sekin o'raymiz. Biz oilamiz kichkinaligi sababli juda unaqa ko'p ovqat qilmayman. 2 porsiya, 3 porsiya chiqsa bo'ldi. Hozir bu ovqatimiz uzum bari anaqamiz, bulg'or qalampirimiz 3 porsiya. Yetadi bizga. Xo'jayinimlar bilan men bulg'or qalampiridan do'lmani yeymiz. O'g'limga iloji boricha parhez ovqat qilishga harakat qilaman-da, shuning uchun unga tok bargini yaxshi ko'radi. Tok bargini uzumga, oddiy suvga pishirib beraman. Parhez ovqat bo'ladi unga. Iloji boricha kamroq qovurilgan ovqat berishga harakat qilaman. O'zimiz qovurib, yog'larda qovurilib pishgan ovqatni yaxshi ko'ramiz. O'shaning uchun xo'jayinim ikkalamizga sho'rvasini tayyorlab oldim. Suyuqroq bo'lib, sho'rvali qilib ichamiz. Endi nima qilishimiz kerak? Mana shunaqa qilib joylab olib
tok barglariga o'rab olib, tok bargini biz o'zimiz domda turamizda, ko'p qavatli uylarda. Shuning uchun tok bargim anaqa e'tibor bermay olgan ekanman. Maydaroq chiqib qoldi. Uchun o'rashga ozgina qiynaldim. Qildim. Vaqtim ancha ketib qoldi tok bargini o'rashga. Ikkita iloj boricha ikkitasini bitta qilib o'rashga harakat qildim. Bulg'or qalampamiz mana solyapman. Ovozingizni qo'yib yozdiring, ovozingizni qo'yib yozdiring deb singillarim, ukalarim aytishyapti. Ovoz qo'yib yozish ham oson emas ekan. Nimalar gapiraman. Video jarayonida gapirib qilganim ham yaxshi chiqdi, sal shopirroq chiqdi. Hozirgisi ham endi bilmayman qanaqa chiqadi. Hammani ham o'zini ustasi, hamma ishni ham o'zini ustasi qilgan yaxshi shekilli. Endi bizdan bir harakat qilib ko'ryapmiz, endi nima deysiz? Qiziqishda, o'zim qiziqaman shunaqa ishlarga. Qilishni, ovqat pishirishni yaxshi ko'raman. Mashhur bo'lishni yaxshi ko'raman, hamma meni tanishini yaxshi ko'raman. Nima deysin, qiziqishda. Anaqa yosh o'tgan sari anaqalaringiz ham oshib qoraverar ekan, erkaliklaringiz ham. O'zim erkalab mana shunaqa ishlarni qilib yuribman-da. Mashaqqatli ishim boshlandi. Keyingi safar tok bargiga e'tiborli bo'laman, sal kattaroq, jonliroqni olishga harakat qilaman. Ozgina qiynaldim. Unga ancha vaqtim ketdi o'rashga. Tovaga chiroyli qilib terib oldim barglarni. Endi bug'i chiqib ketmasligi kerak, yaxshiroq pishishi uchun. Yaxshilab ustini bostirib yopib oldim-da. Bir piyolagina oddiy suv quyaman. Suvning ichida tuzi ham yo'q, hech narsasi yo'q. Chunki ichida tok bargining ichiga o'ralgan qiymaning ichida tuz bor-ku, o'sha tuz yetadi. Shuning uchun umuman tuz solmadim. Yarim soatga dimlab qo'ydim. Tovamizda tok bargimiz pishadi. Endi qozonimizga o'zimiz uchun bulg'or qalampiridan tayyorlangan qurilmalarimizni solaman mana. Chiroyli qilib. Bu ham yarim soatda pishadi, ikkalasi ham yarim soatda pishadi. Chiroyli bo'lib qaynadi. Mana ovqatimiz pishdi.